Bir vaqtlar Braziliya ko'chalarida kichik bolakay eski to'pi bilan orzularini tepardi. Uning ismi Neymar edi. U futbolni shunchaki o'ynamasdi. U raqiblarni raqsga tushirar, tribunalarni hayratda qoldirar va millionlab bolalarga orzu qilishdan qo'rqma degan ishonchni berardi. Uning driblinglari, fintlari va tabassumi futbolning eng chiroyli manzaralaridan biriga aylandi. Ammo hayot har doim ham ertak emas. Jarohatlar keldi, tanqidlar kuchaydi, orzu qilingan jahon chempionligi esa qo'l yetmaydi. Orzu bo'lib qoldi va endi ko'pchilik bu gapni aytmoqda. Neymarning ertagi tugadi. Lekin aslida ertak tugamadi, chunki afsonalar kuboklar bilan emas, odamlar qalbida qoldirgan izlari bilan yashaydi. Bir kuni kimdir o'g'liga futbolni eng chiroyli o'ynaydiganlardan biri kim edi deb so'rasa, albatta Neymarning ham ismi tilga olinadi, chunki ba'zi o'yinchilar g'alaba uchun eslanadi, lekin ba'zilari esa futbolni san'atga aylantirgani uchun. Rahmat senga Ney, sen millionlab insonlarni futbolga yanada oshiq qilding. Agar siz ham Neymarni futbol tarixidagi eng iqtidorli futbolchilardan biri deb hisoblasangiz, izohda bitta Neymar deb yozuv qoldiring.